mehmonjonlar, qavma qarindoshlar, qonchilar, xudo andalar, xush kelibsizlar deymiz. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlarimiz ilohim baxtli bo'lsin deymiz. 18 ming yaratgan Allohimga hamd va sanolar aytgan holda, demak, kelin salomimizni boshlab olamiz, marhamat. Faqat chaqirilgan insonlargina birin-ketinlik bilan kelishsin, aziz mehmonjonlarimiz. O'zimiz chaqiramiz. Ko'p yashang, marhamat, kelin poshamizni ta'zirlarini qabul qilasizlar. Ko'p yashang. Boshladik, oshga piyoz tashladik. Eshitmanglar, xudo xolajonlar, salomimiz boshladik. Ko'p yashang. Ey avval boshi bismillah, yaratganga tamalloh, qabul aylang qodir egam. Sizga salom yor, kelin salom yor, yana salom yor. Ko'p yashang. Yoshlarga yetib yurish hammamizga nasib qilsin, ilohim. Avvalalar ardog'ida bo'ling deymiz. Oppoq orzu rishtalari, uyimiz farishtalari, bag'ri to'ladi biri, shular bilan ovora. Qabul aylang bu jonlarimiz, sizga kelindan salom. Kelin salom yor, yana salom yor. Ko'p yashang, marhamat. Qaynotalarni chaqiramiz endi, keling, marhamat, dedi jonlarini chaqiramiz. Marhamat. Bormi? Marhamat, qaynotalarni chaqiramiz. Qaynotalar deganda keling, qaynotalarni chaqiramiz. Atlas ko'rpa taxlagan, kelinga deb asragan, baxtlar ko'rpa taxlagan, qizlarimga deb asragan, mirza terak istirgan, polvon o'g'il o'stirgan, oltin kumush ishog'i, odalarning yumshog'i, qabul aylang qaynonasi, sizga kelindan salom. Ey kelin salom qiladi, ibo bilan keladi, qabul aylang onajonisi, sizga kelindan salom. Kelin salom yor, yana salom yor. Marhamat, bugundan boshlab kelin poshamizni demak radnoy onajonlari bo'ladi. O'ng qo'liga aylanib yurib xizmatlarni qiling deymiz, kelin posham. Marhamat, qaynotalarga chaqiramiz. Marhamat, qaynotalariga ta'zirlari. Darvozasini keng ochgan, moli dunyosin sochgan, karnaylatib to'y bergan, dumbali qo'chqor qo'y bergan, so'riga ginam tashlagan, ko'pgina pulini sarflagan, qabul aylang qaynotasi, sizga kelindan salom. Ey kelin salom qiladi, ibo bilan keladi, qabul aylang onajonisi, sizga kelindan salom. Kelin salom yor, yana salom yor. Ko'p yashang, kelin poshlarida ammajonlarimiz bor davramizda. Ammajonlarni chaqiramiz. Keling sizlar, marhamat.
Hammalaringizga salom. Ko'mishing kelin poshsha baxtli bo'ling ilohim rahmat. Hozir demak o'tga kirgan kelinimiz demak o'z liboslarini almashtirib chiqishlari mumkin. Hamma qarindoshlar demak sho'x raqslarga taklif qilamiz marhamat. Hamma onajonlarimiz